Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Bugun oq simlar haqida gaplashamiz, tok simlar haqida. Xo'p, bu simlarimiz o'ta qattiq ham bo'lmaydi, o'ta yumshoq ham bo'lmaydi. Bilsalaring, oq sim odatda yumshoq sim bo'ladi, sal uzilib ketadi korkaliklarda. Bu o'zimizning sexda ishlab chiqarilgan polistal sim bo'ladi. 2,5-3 razmerda bo'ladi. Toklarga zo'r bo'ladi. Xohlasa. Bu o'zimizning sim setka zavodimizda chiqadi. Mana apparaturalari. Xohlasa. Tikon simlar ham bor mana. Tikon sim bizda baquvvat 2 qavatli bo'ladi. Simi. Zal bo'lsa kelaverasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, obuna bo'lishingizni unutmasin.